Hammaga salom. Bu darsimiz postprocess haqida bo'ladi. Postprocess nima degan savolga kub shaklida bo'ladi. Bu sahnamizdagi hamma lightinglariga, hamma refleksiyalariga javob beradigan kub. Buni nastroykalarni ko'rib chiqishdan boshlaymiz. Bunda qanaqa nastroykalar bor? Birinchi bo'lib. Bu Bloom effekti. Bundan tashqari ekspeditsiya bo'limi bor. Bu ekspeditsiya bo'limi nima qiladi? Yorug'liklari ekspeditsiyasini bemalol kontrol qilishimiz mumkin. Misol uchun buni ochadigan bo'lsak, sahnamiz yorishib ketadi. Buni pasaytiradigan bo'lsak, sahnamiz qorong'ilashadi. Yoki buni manualga o'tkazib qo'yib, o'zimiz ham kontrol qilishimiz mumkin bu yerda. Xuddi shunaqa. Pastroqqa tushamiz. Yo'da lens flare bor. Buni men ko'pincha o'chirib qo'yaman. Bu nima narsa? Quyoshga qaraganimizda xuddi shunaqa lens flare tushib qoladi. Buni balki islatsak ham bo'ladi. Men ko'pincha o'chirib qo'yaman. Bu yoqda nimalar bor? Bu yoqda color grading bo'limi. Bu ya'ni composing bo'limida qiladigan ishlarni shu yer o'zida ham post prosessda qilishimiz mumkin. Undan tashqari e'tibor beradigan joylarimizdan bittasi bu global illumination. Bu nima narsa? Bu aynan sahnamiz qanaqa metodda render bo'lishi, ya'ni viewportimizda real time'da qanaqa metodda render ko'rishimiz. Bizda hozir Lumen turibdi. Screen Space beta bor. Eski versiyalarda 5.3 gacha bo'lgan versiyalarda bu yerda ray tracing ham bor. Lumen Lumenni pastga tushadigan bo'lsak, bu yoqda Lumenning nastroykalari bor. Bu nastroykalar nimaga javob beradi? Misol uchun mashinamiz yoniga kelib olamiz, ya'ni refleksiylar shishalarimiz proyektimizda qanaqa o'zgarish bo'lishini yaxshiroq ko'rib olishimiz uchun. Birinchi bo'lib lighting modga o'tib olamiz. Buni hit light reflection o'tkazib qo'yamiz. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yoqda o'zgarish bo'lyapti. Xo'p, buni hammasini yopib olamiz. Bu o'sha lightingni sifati. Buni 5 qilib qo'yamiz. Buni ham 5 qilib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda screen trace'ni o'chirib olamiz. Endi refleksiyanga o'tib olamiz. Bu yerda o'sha sahnamizdagi refleksiyalar qaysi metodda ishlashi? Lumen yoki screen space. Biz buni Lumenga o'tkazib olamiz. Lumen refleksiyani ochib olamiz. Hop, bu yerda screen trace galchkasini olib qo'yamiz. Nima bu yoqda o'zgarish bo'lyapti? Buni sifatini 5 qilib ko'tarib qo'yamiz. High quality translucent yoqib qo'yamiz. Shunday e'tibor beradigan bo'lsak, prozrachniy materiallarimizda, ya'ni shishalarimizda bunaqa o'zgarish bo'lyapti. Bu yoqda reflection bounces degan narsa bor, ya'ni refleksiylarimizni sakrashi, ya'ni bu yuzadagi reflection bu yuzada ham ko'rsatilishi, o'sha narsa. Xo'p, buni ko'paytiradigan bo'lsak, pastroqga tushamiz. Bu yoqda translucent bo'limi bor. Translucent bu aynan o'sha shishalarga javob beradi, ya'ni prozrachniy materiallarga javob beradigan bo'limi. Bu hozir raster metodida ishlayapti. Uni ray tracing o'tkazib qo'ysak, xuddi shunaqa effekt bo'ladi. Proyektimizda ko'rinishiga qarab, buni ishlatishingiz mumkin. Raster yoki ray tracing. Hop, rasterga qaytarib qo'yamiz. Bu yoqda
Ya'ni ambient occlusion bor. Ya'ni bu qanaqa ishlaydi? Hozir biz bu yoqda ambient occlusion yoqib qo'yib, lekin o'zgartirsak ham hech qanaqa o'zgarish bilinmayapti. Bu yoqdan ko'rishimiz ham mumkin. Hop, bu yerda ambient occlusion o'tkazadigan bo'lsak, to'g'ri, sahnamizda pusto, ya'ni umuman hech qayerda ambient occlusion ko'rsatmayapti. Buni ishlatishimiz uchun biz proyektimizga shu ikkita konsolni qo'shib olishimiz kerak. Buni qayerga qo'shamiz deydigan bo'lsak, proyektimizga kirib olamiz, proyektimizning papkasiga, config degan joyga kirib olamiz. Bu yerda default engine degan joy bor. Ya'ni dokumentni ochib olamiz. Hop, buni kopiya qilib olamiz. Dokumentda e'tibor beradigan joyimiz mana shu script engine render setting degan joy bor. O'sha joyga enter bosib konsolimizni paste qilib olamiz. Faylni save qilib olamiz. X bosib olamiz. Proyektimizni qayta ochib olamiz. Hop, proyektimizni ochib olganimizda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Chunki biz bu yoqqa xuddi mana bu ikkita konsol komandamizni endi bu yoqga ham qo'shib olishimiz kerak. Yana bu yerga Ctrl V qilamiz, enter bosib olamiz. Bunisini ham. Mana o'zi bizda sahnamizga ambient occlusion qo'shildi. Endi buni post prosesdan bemalol nastroyka qilishimiz mumkin. Ambient occlusionga o'tib olamiz. Reset qiladigan bo'lsak mana. Bu kuchi, bu fizera. Ambient occlusion sahnamizga yana ham realizm beradi. Mana eski holati. Bunisi ambient occlusion bilan birga ishlayotgan holat. Post prosesda umumiy tushunchalar shular. Bizda rendering metodlarida path tracing ham bor. Hop. Bu yerda path tracing. Agar sizda bu yerda chiqmasa, buni project settingdan qo'shib olishimiz mumkin. Bu yerga galочка bosadigan bo'lsa, proyektimiz restart qiladi, o'shanda path tracing qo'shiladi. Path tracingda, hop, biz aynan proyektimizni Lumenga moslashgani uchun nani tessellate ishlamaydi path tracingda, o'shaning uchun hop mana bu yerlarimizdagi displacementlarimiz ko'rinmayapti. Bu boshqa metodlar, refleksiyalar ishlashi ancha yaxshi bo'ladi. Keyin path tracingimizda e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda suvimiz ham ko'rinmayapti. Nega? Umumiy path tracing o'sha corona yoki virus bilan bir xil sifatda ishlaydi.